Assalomu alaykum, hurmatli komissiya a'zolari, nomzodlar. Bugun Qurilish uy-joy qamoq xo'jaligi vazirligining xalqaro hamkorlik va jahon savdo tashkiloti bilan ishlash hamda davlat sherikchilik va investitsiyalar bilan shakllantirish boshqarmasi bosh mutaxassis lavozimiga suhbat bosqichi o'tkaziladi. Jami suhbat bosqichiga 8 nafar nomzod o'tgan, shundan 4 nafari ishtirok etmoqda. Hurmatli nomzodlar, sizlarga komissiya a'zolarini tanishtirib o'taman. Ushkarov Sherali Pulatovich, korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi bosh mutaxassisi. Abdullayev Olnayor Mirzoqto'g'li, yuridik ta'minlash bo'limi yetakchi mutaxassisi. Yurikonsulti Habibullayev Ravshanbek xalqaro boshqarma boshlig'i hamda men Rasulov Islomjon inson resurslarini rivojlantirish boshqarish bo'limi boshlig'iman. Hozir Norjigitov Qosimlar, Tashpo'latov, Saidahmadov, Jalilov kutib turinglar yo'lida. Nomzod Norjigitov Ma'rufjon Ziyodulla o'g'li, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat agrar institutini tashqi iqtisodiy faoliyat hamda qishloq xo'jaligi menejmenti mutaxassisligi bo'yicha tugatgan. Hozirda hujjat bo'yicha, elektron hujjat bo'yicha o'z shaharsozlik litiy davlat muassasasida shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqarish boshqarmasida muhandis lavozimida ishlaydi. Assalomu alaykum. O'sha shaharsozlik litiyda ishlaysizmi? Muhandis bo'libmi? Mutaxassis. Mutaxassis. Nima bo'yicha mutaxassissiz? Biz iqtisod yo'nalishi bo'yicha mutaxassis 7-ustaxona deyiladi. Asosiy shaharsozlik hujjatlarini iqtisodiy tahlil qilish, ko'rib chiqish bo'yicha. Xalqaro bo'limga topshirgansiz, to'g'rimi? Xalqaro bo'limlarda ham ishlaganmisiz? Xalqaro bo'limda birinchi ish faoliyatim o'sha Investitsiya vazirligi huzuridagi eksport agentligini rag'batlantirish, eksport rag'batlantirish agentligida ish faoliyati boshlaganman. Nechinchi? 2019-yil boshlagandim. Undan keyin magistraturada iqtisodiy faoliyat o'qigandan keyin shu faoliyatni mana shu vet yo'nalishida faoliyatimni davom ettirmoqchiman. Shuning uchun ariza topshirganman. Savollarni so'rang. Tayyorsan, Savolni ovoz qilib o'qib, keyin javob berasiz. Grant va texnik ko'mak loyihalarini shakllantirish tartibini tushuntirib bering. Bilsangiz javob bering. Yo'q. Bilsangiz keyin sotavering. O'tiring keyingisiga. Case Jahon savdo tashkiloti muzokaralarida mahalliy ishlab chiqaruvchilar manfaatiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan talab qo'yildi. Qanday pozitsiya himoya qilasiz? Jahon savdo tashkiloti muzokaralarida ishlab chiqaruvchilar manfaatiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan talab qo'yildi. Bo'lmasa keyingisiga o'tiring. O'zbekistonda loyihalarda ishtirok etgan asosiy xalqaro moliya institutlarini sanab bering. Ishtirok etgan asosiy xalqaro moliya institutlarini. Yo'q, bunisini ham bilmas ekanman. Muzokaralarda konfliktni qanday hal qilasiz? Muzokaralarda konfliktni asosan sukut holati va imkon qadar o'sha nizoni bartaraf etuvchi o'sha so'zlar, ya'ni harakatlar bilan hal qilamiz. Loyiha taklifini project proposal tayyorlashda asosiy qismlar nimalardan iborat? Asosiy qismlar yo'q. Rahmat. Savollarga e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, chiqib ko'ring. Tashpolotov aytvoring, Ma'rufjonni. Bo'ladi. Rahmat. Tashpo'latov Ma'rufjon
Sherbobo o'g'li. O'tiring. Moliya institutini tugatganlar, buxgalteriya, hisob va audit mutaxassisligi bo'yicha. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi xalqaro hamkorlik va aloqalar bo'limida bosh mutaxassis lavozimida ishlaydi. O'g'illamchi. Obyektivga adashmasam Argosda eski variant qolgan. Hozir qayerda kim ishlaysiz? Aytsangiz bo'ldi. Statistika qo'mitasida ishlayman. Xalqaro hamkorlik boshqarmasida bo'lim boshlig'i lavozimida. Hozir shu bo'limda boshliq bo'lib ishlaysiz. Oldin yetakchi bo'lganmisiz? Oldin yetakchi, keyin bosh mutaxassis bo'ldim. Hozir bo'lim boshlig'i. Bo'lim boshlig'i statistika qo'mitasida bo'lim boshlig'isiz. Statistika qo'mitasida xalqaro hamkorlik boshqarmasi tarkibida ikkita bo'lim mavjud hozirda. Ochiq ma'lumotlar portali va xalqaro suv reytinglar bilan ishlash bo'limida bo'lim boshlig'iman hozir. Hozir bu yerda bosh mutaxassisligi topshirgansiz, to'g'rimi? Sabab nima? Siz o'ta bo'lim boshlig'i ekansiz-ku. Tashkilotlar darajasida deb aniq qilyapman. Qo'mita bo'lgani uchunmi? Tushundim, bo'ldi. Marhamat. Savolni o'qiysiz, ovoz chiqarib javob beraverasiz. Xalqaro tadbirlarni o'tkazib, uchrashuvlarni tashkillashtirish borasida ko'nikmangiz bormi? O'sha rahbarlarni tashkillashtirganmiz demoqchi. Bizga o'zi iminda shunaqa odam kerak. Shuning uchun savol bor shunaqa. Mana vazirlar ertaga uchrashuv bor. Koreyalik hamkorlar bilan yo boshqa davlat hamkorlar. Shu mana hozir siz shunday qo'yib yuborsiz, shu ishni qo'lni tashkillashtira olasizmi? Shuni ko'nikmangiz bormi demoqchi. O'zingiz. Bu bo'yicha ko'nikmam bor. Mana hozirda ikkita xuddi shunga o'xshagan masala bo'yicha o'zim ishlab kelyapman. Birinchi masala 30-iyun kuni mana Intercontinental mehmonxonasida aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olish natijalarini dastlabki ma'lumotlar, dastlabki natijalar e'lon qilinadi. Ana o'shanda konferensiya tashkil etilyapti. Shunga tayyorgarlik jarayonida xalqaro hamkorlar bilan o'zim kelyapman. U anaqa demani bizning ozgina xabarimiz bor-da, u xalqaro tadbir kiradimi? Siz aytayotgan narsa, aholi va aholini ro'yxatdan olish. Aholini ro'yxatga olish dastlabki natijalarini e'lon qilish. Bu YUNFA faol tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbir. Yaqinda yordamlari ko'p bo'lgan. Bu brifing ham shular yordamida tashkil etilyapti. Donormi ular? Qisman donor. Asosiy mablag' bu yerda Jahon bankining qarz mablag'lari hisobiga tashkillashtirilgan. Tadbirni o'tkazish, moliyalashtirish to'g'risida gaplashamiz. Sizlar umuman ish qilingan ish hammani o'zini направленияsi o'zi qilyapti. Mana biz qurilish vazirligi, shu qurilish kommunal vazirligi biz o'zimiz qilyaptik-ku. Endi qanaqa mablag' ketadi? Tushuntirolmayman. Nechta xodimimiz jalb qildi? Shunday, xuddi shunday. O'shani borib обобщать qilgan qilishdi. Sentralizatsiya statistika qo'mitasi yanglishmasam, bizning odam ham o'tirdi, o'tdi. Eng katta xarajat bu yerda rostdan o'tkazish jarayoniga xarajat deyarli ketmadi. Mahalliy vakillari tomonidan o'tkazilgan, shuning uchun shart xarajatlari kechaldi. Asosiy xarajat tayyorgarlik jarayonida ketdi va natijalarni qayta ishlab va e'lon qilish jarayonlariga xarajatlar ketyapti-da. Xarajatli narsani tayyorgarlik ko'rish. Manimcha prezident qarori bilan bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chunki xalqaro marta o'tkazilyapti. Mustaqil O'zbekiston tarixida birinchi marta o'tkazildi. Bizda tajriba yo'q. Oxirgi marta 89-yil o'tkazildi. Prinsip tushundim nimaga bunday qilgan? Asosiy praktik qilingan xizmat uchun xarajat bo'lmagan ekan-da. Chet el amaliyotidan o'rganishga, keyin men hozir tadbir o'tkazishga, o'sha mehmonlarni kutib olishga xarajat bo'ladi. Tadbir o'tkazishga. Qilingan ishga xarajat bo'lmagan-da. Chunki tikushi anaqalar ishlagan-da asosiy. Birinchi konsultantlar jalb qilingan, qarz evaziga. Bu yerdagi anaqalar moliyalashtirilgan, bu yerdagi o'sha ofis qilingan bo'lishi kerak. Situatsion sentr deydi, o'sha monitoring markaz qilingan skoriya bo'ladi. O'sha nechtadir mutaxassisni chetga olib borib, o'qitib, tanishtirib, olib kelib, shunaqa narsalar. Globalniy hisobda anaqa bermaydi. Bo'ldi, tushundim.
Hop, ikkinchi shug'ullanayotgan ishim hozirda Koreya bilan grant loyihalari doirasida ishlar olib boryapmiz. 4 yillik shartnoma tuzganmiz. Ikkinchi yili boshlandi. Hozir iyul oyini 6-dan 24-gacha shu grant loyiha doirasida koreyalik mutaxassislar tashrifi kutilyapti. Shu bilan ham Nima rolingiz bor u yerda? Siz shug'ullanyapman deganingiz nima deganingiz? Qanaqa? focal point sifatida hozirda focal point sifatida asosiy yozishmalarga kerakli ma'lumotlarni qo'mitadan yig'ib taqdim qilishda shu bilan Nima yo'nalishda grantimiz? hozir asosiy yo'nalish Koreyaning grant loyihasi doirasida statik salohiyatni mustahkamlash, ya'ni xodimlar ish Capacity building. capacity building tarkibida bor. Undan tashqari keyin alohida CAT tizim bor, ya'ni kompyuter yordamida telefon orqali kuzatuv, intervyu o'tkazish CAT tizimi deydi. Shu tizimni O'zbekistonda joriy qilish bo'yicha Koreya tomoni olib boryapti. Nima qiladi? Server CAT tizimini ishlab chiqish, CAT tizimini ishlab chiqib, ularni keyin tatbiqi bo'yicha ishga tushish bo'yicha xodimlarni tayyorlash. Короче, hammasi sotkami. Yaraysiz. Keyingi savolga o'tib. NPV payback period tushunchalarini izohlang. NPV IRR bilan tushunmadim. Payback period endi tarjimasidan tushunyapman. Qayta to'lash muddati, davri. Lekin izohini ortiq izoh bera olmayman, chunki tushunganim yo'q. Inglizga o'tiring. Xorijiy hamkorlar bilan uchrashuvda tarjima xizmati qanday tashkil etiladi? Tarjima xizmati aynan nima nazarda tutilyapti? Endi biz xalqaro xorijiy hamkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazganimizda, mana shunaqa yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazganimizda tarjimon yo'llar edik. Endi avvalo xalqaro tashkilotlar bilan uchrashuv tashkil qilish oldi yozishmalar orqali anglashtirib olamiz. Tarjima xizmatini kim tashkil qiladi? Xalqaro hamkor o'zimi yoki bizmi? Biz tashkil qiladigan bo'lsak, o'zimiz tarjimon yollaymiz bo'yicha tarjimon yollaymiz и uchrashuv davomida tarjimon Ingliz tili qanaqa darajada? ingliz tilida erkin gaplasha olaman. Keyin effektiv gamga ko'rsatilmagan magistraturani man o'zim Rigada o'qiganman, Latviyada. Nostrifikatsiya qilmaganim sababli Argosga ko'rinmaydi u. Magistratura diplomim bor. Nima mutaxassislik bo'yicha? Biznes boshqaruvi bo'yicha MBA. U qaysi tilda o'qigansiz? Ingliz tilida o'qiganman. Ingliz tilida? 2 yilmi? 2 yil. Sertifikatimiz chiqarib kelgandilar. Bo'lgan bo'lsa keyingisiga o'tiring. O'zbekistonda loyihalarda ishtirok etayotgan asosiy xalqaro moliya institutlarini sanab bering. O'zbekiston. Hozir biz ishlayapmiz Jahon banki bilan, Osiyo taraqqiyot banki bilan ishlayapmiz. Xalqaro moliya institutlari. Osiyo taraqqiyot banki bilan ham grant loyihamiz bor. $1 million, bu ham 4 yilga mo'ljallangan. Davom etavering bo'lmasa. O'tiring keyingisiga.
Investitsiya loyihasining amalga oshirish bosqichlarini sanab bering. Investitsiya loyihasining amalga oshirish bosqichlari. Savol tushundingizmi? Investitsiya bilan ishlab ko'rmaganman. Bu bo'yicha aniq javob bera olmayman. Rahmat. Savolingiz yo'q? Savollarga e'tirozingiz yo'q? Rahmat, chiqing. Shu Saidahmadov e'tiboring. Kirsinlar. Keyingi nomzodimiz Saidahmadov Said Umarxon Said Abroro'g'li. Toshkent kimyo texnologiya institutini, Toshkent davlat texnika universitetini bitirgan. Kimyoviy texnologiya, yuqori molekulali birikmalar kimyoviy texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha. Hozirda Toshkent kimyo texnologiya instituti xalqaro aloqalar institutida marketing bo'limi boshlig'i lavozimida ishlaydi. Savollar. Savol chiqar shunga. Javob berasiz. O'qib turib javob berasiz. Boshlayman. Boshlang. Birinchi savol, xorijiy hamkorlar bilan uchrashuvda tarjima xizmati qanday tashkil etiladi? Hı. Xorijiy hamkorlar bilan ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama uchrashuvlarda tarjima uchun agar o'sha zalda imkoniyat yetarli bo'lsa, sinxron tarjima uchun tarjimonlar jalb etiladi yoki tor doiradagi tarjimalarda tomonlarning o'sha suhbatini tarjima qilish uchun tarjimonlar jalb qilinadi. Yirik uchrashuvlarda o'sha sinxron tarjima qilish bu o'sha suhbat jarayonlarini yaxshi tashkil qilish uchun shu fikrlarni o'z vaqtida o'sha tomonlarga yetkazish uchun qulay tarjima usuli hisoblanadi va o'sha agar o'sha jonli tarjima bo'ladigan bo'lsa, o'sha biroz tarjimadagi uzilishlarga sabab bo'ladi. Tarjima xizmatini tashkil qilishda aytaylik, o'sha agar o'sha tizim tashkilotida o'sha bo'linma mavjud bo'lsa, o'sha tarjima orqali tashkil qilinadi yoki bo'lmasa yirik tadbirlarda outsourcing orqali tarjimalar jalb qilinadi. Keyingisi xorij xizmat safarlarini tashkil qilish asosan qaysi davlat idoralari bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi? Demak, tashkilotlarda xorijiy xizmat safarlarini tashkil qilishda xorijiy xizmatga yuboriluvchi xodimlarning o'sha lavozimlariga bu bevosita bog'liq. Aytaylik, o'sha quyi, ya'ni o'sha o'rta bo'g'in yoki quyi bo'g'indagi xodimlarning xorijiy xizmat safarlari tashkilotning bevosita birinchi rahbari buyrug'i asosida tashkil qilinadi. Vazirlik va idoralarning o'sha vazir yoki vazir o'rinbosari darajasidagi xorijiy xizmat safarlari yuqori turuvchi organlar bilan Vazirlar Mahkamasida yoki administrator bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Qisman to'g'ri, lekin hamma xodimlarda ham, hamma vakillarda ham kelishiladigan yoki bo'lmasam qilinadigan tashkilot bor. Qaysi u? O'sha vazirlik idoralardan Masalan, bizni vazirlikdan kimnidir jo'natishimiz uchun tashqarida xizmat bilan agar o'sha xodim davlat sir tashuvchisi bo'lsa, maxsus xizmat bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. u mayli, u o'zi Tor doiradagi doiradagini qiladi. Birinchi отделda o'zi qiladi. Yana kim bilan kelishiladi? Непосредственно idora borda shunaqa. Shuna kelish kerak. Bilasiz shuni? Vazirlik idoralarida bo'lsa, balki shu tashqi ishlar vazirligi bo'lishi mumkin. Balki bo'lsin. Endi shu tashqi xorijiy xizmat safari bo'lgani shu, tashqi ishlar vazirligi bilan kelishiladi. Ko'tarilgan keyingisi davlat. Grant va texnik ko'mak loyihalarini shakllantirish tartibini tushuntirib bering. Grant va texnik ko'mak loyihalarini shakllantirishda o'sha avvalo grant loyihani rejasi, uning texnik o'sha zadaniyasi ishlab chiqiladi. Ko'mak loyihalarini shakllantirishda o'sha loyiha smetasi ishlab chiqariladi, o'sha va o'sha loyihaga
agar donor tashkilotlar mavjud bo'lsa, o'sha donor tashkilotlar orqali o'sha loyihadan o'sha boshlang'ich qaysi o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplarida, ya'ni loyihani qiymati, loyihadan kutilayotgan kutilmalar va o'sha texnik zadaniylar ishlab chiqiladi. Tartibi o'sha. Konsepsiya degan hujjat bor. Qaysi bosqichda bu ishlab chiqariladi? Loyiha konsepsiyasi. Nima hujjat o'zi u? O'sha agar o'sha konsepsiya umumiy loyihani o'sha jami o'sha mavjud deb o'ylayman konsepsiyada. Ya'ni o'sha moliyaviy, tashkiliy, huquqiy. Tarjima qilib aytyapsiz so'z. Endi o'sha so'zdan kelib chiqib aytaman. O'sha Lekin ishlamagan hujjat bu. grant konsepsiyasini ishlamagan. Davom eting. Hop, NPV, IRR, payback period tushunchalarini izohlang. O'sha NPV shu yuqorida aytganimdek, o'sha 3 ta bosqich, ya'ni NPV loyihani netto, ya'ni boshlang'ich bosqichi, IRR o'sha loyihani o'rta bosqichi va payback period o'sha loyihadan ya'ni qancha investitsiyada o'sha loyiha moliyaviy o'zini oqlash haqidagi bosqich. Shu 3 ta bosqich. Davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun mazmuni haqida tushuntiring. Davlat xususiy sheriklik qonuni 2019-yili qabul qilingan. Qonunda o'sha davlat xususiy sheriklik asosida davlat hamda o'sha xususiy investorlarni umumiy o'sha ish faoliyatini olib borishi regulyatsiya qilinadi. Bu yerda davlatning rollari, o'sha xususiy investorlarni rollari aniq taqsimlab berilgan va qonun orqali davlat o'sha soliq masalalari, moliyaviy masalalar, tashkiliy va huquqiy masalalarni shu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Ustunligi nimada bu maqola? Davlat xususiy sheriklik. Bu yerda davlat xususiy sheriklik asosida ish olib borishda risklar kamayadi. Ikkinchidan o'sha investorlarni jalb qilish osonlashadi. Ya'ni ham loyihani amalga oshirishda ham davlatni, ham o'sha xususiy sektorni roli bo'ladi. Sohaga shu avvalo investitsiyalarni jalb qilish, sohaga yangiliklarni olib kirish erishiladi. Bundan xabaringiz yo'q, lekin DXJ bo'yicha ishlamagan, lekin umumiy tushuncham shulardan iborat. DXJ bo'yicha. Lekin DXJ bo'yicha olmadi. Bo'ldim. Savol javob berib bo'ldingizmi? 5 ta bo'lsa. Savol edimi? Rahmat, savollarga e'tiroz yo'q? Yo'q. Rahmat, mashhur. O'shani belgilab oling, ishdan qo'ying. Bir Jalilov bor. hozir bir minut chaqirasiz. Hozir chaqiraman, bo'lib ketavering. Savol javob bering. 1-2 1-2 ga berdi. 3 ga bermadi. 4 ga berdi. 5 ga bermadi. 5 yo'q. Chaqiring, belgilab oling do'stim. Rujali Malik. Jalilov Bobur Xodirovich Toshkent davlat texnika universitetini materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi tarasidagi tugatgan. Hozirda qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Hozirgi kunda men o'sha Milliy statistika qo'mitasini ochiq ma'lumotlar portalida faoliyat yuritayotgandim. Ochiq ma'lumotlar portali bo'limi Vazirlar Mahkamasining 808 qarori bilan 2026-yilgacha mo'ljallangan konsepsiyasi bor edi. Konsepsiyasi cho'zilmadi. Bizani bo'limimizni 8-yilda bo'lib Tushundim. 6 oydan beri ishlamayapsan. aprel, may, iyun ishladim. Joy bo'ldi. Hozir chastingni qilishga Xalqaro bo'limlarda ishlaganmisiz? xalqaro hamkorlik boshqarmasida ishlaganman, protokol bo'limida. Oxirgi ishlagan joyim ochiq ma'lumotlar portalida ishlaganman. Qancha ishlagansiz shu? 5 yil ishlaganman.
Sog'lom. Protokolda 24dan beri ishlatgan ekansiz. 24-25 ishlabsiz. Bu xalqaroni ham qo'shganda protokol xalqaro qo'shganda 2 yil bo'libdi. Общий jami vazirlik qo'mitani o'zida 5 yil ishlagan. 2020-yilda ish faoliyatini. Yani sizga to'g'ri savol berildi-da. Imенно xalqaro bo'lma. Imенно xalqaroda, imенно xalqaroda to'g'ri aytasiz. 1 yil ishlabsiz. Yo'q, 1 yil emas. 2020-yilda kirgan bo'lsam, 2022-yilgacha xalqaro hamkorlik boshqarmasida ishlaganman. Ochiq ma'lumotlar portali 2 yil. Yetakchi mutaxassis bo'lgan. Yetakchi mutaxassis bo'lib ish faoliyati. 2020-2022. Keyin 24 bilan 23, 24, 20 ishlaganman. 25 dan yana ochiq ma'lumotlar portaliga ishlaganman. Savollarga to'g'ri. Savolni o'qib javob beramiz. Hukumatlararo bitimlar yoki memorandumlar tayyorlash jarayoni qanday bo'lishdan iborat? Hop, bitim memorandumlar birinchi navbatda shu tashabbus bilan chiqiladi va ikki tomonlama kelishiladi. Kelishilgandan keyin hujjat tegishli tashkilotlar bilan kelishiladi va huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi. Masalan, o'sha tashqi ishlar bilan yoki o'sha Adliya vazirligidan o'sha hujjat o'tkaziladi va undan keyin o'tgandan keyin o'sha imzolanadi, tasdiqlanadi va uni hujjatni doimiy o'sha monitoring qilib boriladi. Qaysi savoldan hozir? Ikkinchisiga. Uchinchisi, O'zbekiston loyihada ishtirok etayotgan asosiy xalqaro moliya institutlarini sanab bering. O'zbekistonda hozirgi asosiy xalqaro moliya institutlari biladiganlarim Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, keyin yana Yevropa investitsiya va shunaqa bir bank bor edi. Infratuzilma banki. Islom taraqqiyot banki. Shu haqida bilaman. Xorijiy uchrashuvlar, tadbirlar, xizmat safarlari yakunlari bo'yicha qanday hujjatlar tayyorlanadi? Hop, xorijiy uchrashuv o'sha xizmat safarlari bo'yicha birinchi navbatda hisobot tayyorlanadi. Xizmat safari yuzasidan bayonnomalar, agarda o'sha yo'lda kelishilgan bo'lsa, tashkilotlar bilan o'sha tadbir rejasi tuziladi. Rahbariyatga shu hisobot tahliliy ma'lumotlar tayyorlanib beriladi. Ma'lumotnoma olinadi safari bo'yicha. Agar rahbariyat darajasida qatnashadigan bo'lsa, shu Vazirlar Mahkamasiga, administratsiyaga hisobot tayyorlab yuboriladi. Ministr loyihasini amalga oshirish bosqichlarini sanab bering. Loyihani amalga oshirish bosqichlariga birinchisi loyihani maqsadi, uni konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Loyiha konsepsiyasini ishlab chiqarilgandan keyin texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqiladi. Undan keyin moliyaviy manbalari aniqlashtiriladi. Undan so'ng ekspertizadan o'tkaziladi. Ham loyiha ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng bir nechtasi aralashtirib MFI bilan ishlash aytib bering. Qanaqa loyiha MFI bo'lsa, javobxonakini qanaqa boshqarishga o'tadi? MFI MFI deganingiz nima? xalqaro moliya institutlari ximiylaniki. To'g'risini aytsam, loyiha masalan ishtirok etmaganman. Bizani statistika qo'mitamiz bilan shu Jahon banki o'rtasida loyihamiz bor edi. Statistika tizimini mustahkamlash bo'yicha men unda shu hujjatlarni tayyorlash bilan ishlaganman. Keyin uchrashuvni tashkil qilish bilan asosan ishlaganman.
xat hujjatlar bilan ishlaganman shu. Rasmiy xat yuborish, uchrashuvni tashkil qilish bilan ishlaganman. Protokolda ekansiz. Protokolda ishlaganman. Bo'ldi, savol borsa. Savolingiz yo'q? Tadbirkorlik faoliyatida shug'ullanasizmi? Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmaganman, lekin oldin частный o'sha artelda ishlaganman, aktivda ishlaganman. Media parkda. Davlat ishxonasiga o'tishdan oldin. Ama Dilnoza Bobur Omad. MTJ. Yo'q, yo'q. Rahmat. Rahmat degan. Buyurun.